Har bitta inson borki, yoshligidan mana shu markali mashinani olaman, inshaalloh shunga yetishaman deydi-ku. Yetishgan bo'lsanglar kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar. Yetisha olmagan bo'lsanglar Allohdan so'rayman, Allohga oson shu mashinaga yetishasizlar. Qanaqa mashinaga yetishinglarni yozib qoldiringlar. Men o'zim uchun shu mashinani oldim. Ko'rishinglar mumkin. Sizlarning fikringiz men uchun juda ham muhim. Ko'ringlar mashinaning holatini. Bu safar sizlar baho beringlar 1 dan 10 gacha shu mashinaga. Men sizlarga polniy obzorni ko'rsatib beraman mashinani. Ko'rishinglar mumkin. Bagajlari mana. Ko'ringlar, mayli gazi ham bo'lsa. Balonlari holatini ko'ryapsizlarmi? Mana salonlari, orqalari. Hozir nariyoq taraf oldalarini ko'rsataman sizlarga. Sizlarning fikringiz men uchun juda ham muhim. Mashina yaxshi, yomon, ideal. Bu safar sizlarning fikringiz men uchun qiziq. Ko'ringlar. Dinalari. Men o'zim, aynan o'zim eng yaxshi mashina bo'ladi-ku. Eskimi, yangimi, ideali bo'lsa, ana o'sha mashinani olib minishni yoqtiraman haqiqatan. Bu mashinani ham o'zim uchun haydashga oldim. Xo'p, 20 kunmi, 1 oymi, balki 10 kun minarman. Lekin qiziqdim shu mashinaga, olib miyonman. Inshaalloh Alloh yetkazdi. Shunaqa idealni mashinalar ham bor ekan. Balki idealni emasdir. Sizlar shu mashinani yilini, probegini yozib qoldiringlar, qancha yurgan va nechinchi yilligi. Sizlarning fikringiz men uchun juda muhim. Shu mashinamiz yoqqan bo'lsa, sizga bitta like bosib keting. Sog' bo'ling.